Shu tomoqqaga mehr bersangiz, yer sizni boqadi mana. Mana mendan olib qulpinoylarni teplisilarga ham olib ketib ekishadi. Minta taqolab qo'ydim. Mana ko'payish arafasida oldi bolalarim, nevaralarim yeyishdi. Hamma mevadan bor, xudo xolasa. Men bozordan ishtiman sotib olmayman. Mirzaxo'ra, shakarangul, hammasidan bor mana. Mana. Cheligi deysizmi? Hamma mevadan bor mana. Anorimiz bor, shirindona. 8 millionlikcha anor sotdim. Mana mehnatdan keyin saboli turmush bo'la chiroyli edi. Mana shu tomorqamdan unumli foydalanaman. Bir qarich joy ham bo'sh turmaydi. Hech qachon. Hamma yo'qdan bor. Shu mehnat qilib endi kam bo'lmaysiz odam mehnat qilsangiz. Mana xudo xolasa pishadi oldi mana. Qulpinoylarimiz. Mana shu mavzada jambi, tepada uzum. Mana qora rayhon, mayda rayhon, jambir rayhon mana. Bir 3 metrcha joyda, 4 metrcha joyda. Mana mevalarimizda mana gilosimiz bor, olmalarimiz bor, mana bexlarimiz bor. Har xil 4 xilidan, bexani 4 xilidan bor. Olmani 2 xilidan bor mana. Elimiz dasturxon to'ldirish uchun shularni ekib, shulardan parvarish qilyapmiz. Mana kartoshkani o'zimizdan 4 tariqqa ekganmiz mana gullash arafasida. Xudo xolasa mevaga ko'lab qozonimizga tushadi mana. Nafaqamiz yonimizga qoladi mana. Xudoga shukr mana. Yerni boqsang, yer seni boqadi deb mana vaqtida o'g'itini beramiz, vaqtida suvni quyamiz.